Kontaktorlari pnevmatik turi. Bular hozir mana dvigatельning kamerasi bilan mana bu yerda kontaktlarni ko'rish mumkin. Qo'zg'aluvchan kontaktlari. Mana bu yerda esa mana klapanlari bor. Mana ko'rish mumkin. Ular buni yozib qo'ygan 50 voltda. Ya'ni 50 volt berganda bu yerda havoni ochadi va havo yordamida bular tortiladi va ajratiladi. Pnevmatik kontaktorlar. Bular hozir dvigateli yechilgan holatdagi ko'rinishi. Kontaktlarning yana bir turi pnevmatik kontaktorlar, qo'zg'aluvchan, qo'zg'almas kontakt. Dvigatельning kamerasi olingan holatdagi ko'rinishi. Bular pnevmatik bo'lishiga sabab mana bu yerda havo yordamida o'chiradi qiladi. Mana bu yerda klapanlari bor 50 voltlik. Mana ko'rish mumkin ularni. Mana shularga havo 50 volt berganda havoni ochib yopish orqali kontaktlar tutashadi. Bu yerda bizda ikki qutbli rubelniki. Bu yerda esa ularning dvigatельning kamerasi qo'yilgan holatda ko'rinishi va mana ularning klapanlari. Bunga 50 volt kuchlanish keladi akkumulyatordan. Ular havoni o'tkazish orqali kommutatsiya amalga oshadi. Ular 3300 volt kuchlanishga mo'ljallangan. Shu miqdorda kuchlanishni o'tkazishga, shu kattalikdagi.